Ey sukut, qanday go'zalsan. Seni topgan kunim balki eng tinch kunim bo'ldi. Oldin meni noto'g'ri tushunishsa o'zimni oqlashga urinardim. Ayblashsa tushuntirardim. Ketishsa ortidan yugurardim. Endi esa yo'q. Kim qanday tushunsa o'sha bilan qoldim. Chunki bir narsani angladim. Seni tushunishni istamagan insonga mingta haqiqat ham yetmaydi. Shuning uchun endi jimman. Mayli ayblashsin, mayli gumon qilishsin, mayli meni yomon bilishsin. Har safar o'zimni isbotlash uchun parchalanishdan charchadim. Ey sukut, sen menga bir narsani o'rgatding. Har jangga javob berish shart emas ekan. Ba'zi insonlarga sukuting eng baland javob bo'lar ekan. Va eng qizig'i, odam jim bo'lishni o'rgangach, ko'p narsaning asl yuzini ko'rar ekan. Kim seni faqat foydasi uchun yaxshi ko'rganini ham, kim seni yo'qotishdan emas, boshqara olmay qolishidan qo'rqqanini ham. Endi esa ichimda sokinlik bor. Chunki men o'zimni odamlarning fikridan qutqarib, sukutning panohiga yashirdim.